Assalomu alaykum, Samarqand Builders kanali obunachilari. Insurance renewal time Independence Day'ga taqalib qoldi. COI muammoligi uchun dealerga berayotgan liniyamizni recovery qilib turamiz. Nimaga? Chunki COI expire. TQL, ITS bilmadim, faqat bizni shunaqa charge qiladimi? Yo'q, charjlarni qo'liga $5000 topdi, bo'ldi, uyga ketdi deb o'yladi. Update. Короче, mana muammoni qilgansan desa, hech qanaqasiga tan olmasdi. Faqat Основном 2-3 yilgi marketdan ko'ra hozirgi market ancha yurib qolgan, foydaga kiradigan. driver so'radi-da, "Men trakelar urasam nima bo'ladi? Meni charj qilasizlarmi?" dedi. At fault bo'lsa, "Ha" dedim, ochiq gap aytdim. "Yo'q, unda kelmayman" dedi. Accident nimadirlar, keyin birinchi bo'lib nimaga ta'sir qiladi? Safety score'ga. Pulim olsam bo'ldi deydi, bizani requirement ignore qiladi. Safety oddiy so'z bo'lib qolgan. Energetikani ichib, YouTube'da muzikasini eshitib, driverlar shu. Endi shunaqa update'lar ham bor. Yo'q, pul topaman degan savolni beradi. Necha pul to'laysan degan savol beradi. Kompaniyani nomi ham qiziq emas. Aslida pitya ham qilmasdan ketadi. Shuni anaqasida adashmasam bir issue'lar kelib chiqadi. Albatta accident. Assalomu alaykum, Samarqand Builders kanali obunachilari. Samarqand jamoasi yana podkastlarni davom ettirish boshladik. Orada biroz tanaffus bo'lib qoldi. Ismim Bekzod, Samarqand update manager sifatida ham ishlaganman. Hozirda recruiting manager sifatida ishlab kelmoqdaman. Hozir bu sonida Samarqand podkastimizni oxirgi 15 kunlikda, oxirgi 20 kunlikda Samarqand Trans jamoasida nima qiyinchiliklar bo'lgan, har bitta departament o'zida bo'lgan muammolarni aytib beradi. At the same time ko'rib chiqamizki, har bitta departamentda o'ziga yarasha muammosi borligi, qanaqa yengilliklar bo'lgan har bitta departamentda. Shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Bu safargi sonida bizda dispatch teamdan Muhammad Ayub akam, Tony niklari dispatchda hozir 4 yildan beri, 5 yildan beri ishlab keladilar, adashmasam, dispatcher bo'lib. Safetyda bizda Said Umar, hozir safety specialistimiz. Anchadan beri logistikadalar, o'zi update dispatchda ham experience bor. Hozirda safety yo'nalishida ishlab kelmoqdalar. Bo'lmasa, Ayub aka biroz o'z haqingizda ma'lumot berib o'tsangiz, bundan keyin dispatchda nima ishlar bo'ldi, qanaqa bo'ldi holat, dars qalay bo'ldi, shuni aytib bersangiz. Bo'ldi, muammo yo'q. Avvalambor assalomu alaykum. Men Tilmanov Muhammad Ayub, shu Samarqand Trans kompaniyasida dispatcher bo'lib ishlayman. 5 yillik experience'ga egaman. Birinchi update departamentdan ko'tarilganmiz albatta. Birinchi 4 yildan avval shu bo'lgan anaqada. Xo'p, dispatch haqida nima deb aytib o'tib bo'ladi? Oxirgi shu 2 hafta yoki 3 haftani gapirib beraman bo'lmasa Brendan, hamda oxirgi driverlar qanaqa gross, shuni aytib o'tib ketaman. Xo'p, keladigan bo'lsak, holiday bo'lgan haftani aytaman. Birinchi bo'lib, boshida market zo'r bo'ldi. O'zi в основном 2-3 yilgi marketdan ko'ra hozirgi market ancha yurib qolgan, foydaga kiradigan. Nimaga? Sabab o'ylashim bo'yicha katta faktor в основном fuel. Shu fuel narxi ko'tarilgan, shunga deb o'ylayman. Hozircha shuning uchun reytlar yaxshi. Keyin oxirgi hafta team driverlarimizda shu 20 mingdan baland bo'ldi. O'zimda bo'lgan team driverdagi grossi 21 mingdan 315 RPM, keyin eng soloda aytib o'taman, $14,000 qildi bir haftasiga. 350 ming, 356 shunaqa bo'ldi. Keyin holidayni gapirib o'tib ketsam, o'zi holiday shanbami, yakshanba Weekendga to'g'ri keldi. Shanbami, yakshanbaga to'g'ri keldi, lekin bilsanglar, amerikanlar 2-3 kun avval o'zi boshlagan dam olishdi hamma. O'zi emaillarga ham yozib yuboribdi-ku, broker payshanba kunimi, juma kuni kimnidir facility short staff ekan. Shunaqa, turasizlar deb turib, detentionlar yo'q. Yukini Thursdaygacha pick up qilib olib, o'zim po planu Friday delivery qilaman degan driverlar ham birorta muammo bo'lib, Mondaygacha stack bo'lib ketdi, lekin yaxshi preloadlar ham bo'ldi в основном. Keyin bizda shu в основном birinchi katta big issue holiday bo'ldi. Keyin ikkinchisi avvalom COI insurance. Holidayga zo'r qilib chotga xursand bo'lib ketdik tog'ga, dachaga. Keyin kelsak, Monday kuni o'zi bizga brokerlar nima deb aytayapti? Expire bo'lgan COI, insurance expire. Lekin expire bo'lmagan, hali 3 kun bor.
yukni ber, yukni ertaga delivery qilaman, uni ertasiga expire bo'ladi-yu desak ham umuman unashmadi, chunki bilsanglar 5 kun yo 6 kun minimum ularga zazor bo'lish kerak COI ga. Xullas shunaqa bo'ldi. Keyin baqir-chaqir hamma kerak bo'lsa shunaqa paytlar bo'ldiki, $4,500 oddiy masalan, example qilib aytsak, $4,500 ga zo'r yuk gaplashyapsiz. Same destination, pick up and delivery ham adres bir xil. Bu yerda ham bir xil. Boshqa joydan 3000 yoki 3,5 ga berayotgan broker bo'lgan. Shundan olishga majbur bo'ldik. Nimaga? 4,5 berayotgan broker COI da bizkini approve qilmadi. Shuning uchun vasallam shunaqa sal muammolar bo'lib turdi, lekin hozir yaxshi. Shu Omar bor ekan mana, rahmat deb aytamiz. Undan ham har kuni o'sha dajidan qaytilgandamidi, shanba dam olib, zo'r chotki qaytildi, dushanba kuni o'zi kelib dispatch team mana qiladigan bo'lsa, o'sha bolalar boshlagan ekan. Bu liniyada yuradiganlar, IV liniyasida yuradiganlar. Shuni ham aytib o'tib ketaman. Bo'lyapti, baqir-chaqir brokerga uni deyilgan. Dedicated brokerimiz IV International o'zimiz har doim ishlab keladigan brokerimiz shu darajaga bordiki, COI muammoligi uchun sizlarga berayotgan liniyamizni recovery qilib turamiz. Nimaga? Chunki COI expire. Shu avvalo endi to'g'ri shunaqa bo'lish kerak ekan. Mayli, 3-4 kunga boshqa carrier qilib turdi biz yukimizni, yana yaxshi qaytarib berishdi o'zi. Hozir hammasi all good, yaxshi qilib kelyapmiz. Xuddi shunaqa. Hozir yana bitta case eslarimdan qilgan, sal recruiting vaqt bo'lgan chiqib, Farhod akam Tomus bilan gaplashib turganda aytdilar, o'sha ilojsizlikdan shu insurance renewal yaqinligidan hech qaysi broker bermaganda TQL dan yuk olishga ham majbur bo'lib turadi. TQL bilan ishlamaymiz. TQL ko'pincha ishlamaymiz, lekin TQL dan aytibdi, insurancening o'sha mana shu kunlar expire bo'lar ekan, bu yuk deliverysi bundan bir kun o'tib nikaga bera olmayman debdi-da, anaqa qilibdi. O'sha bilasiz-ku TQL nima qilishini. Mana shu bitta sal ma'lumot berib o'tib ketdik. TQL, ITS bilmadim, faqat bizni shunaqa charge qiladimi, ani yo'q, charjlarni xullas qo'yadi-da. Xullas carrierlarga bizda shu bo'lgan, bitta loadout olingan, 500 ga olingan adashmasam. O'tgan yil noyabrda olingan, u claim'i bahorda keldi. U martdami, aprelda keldi. Ha, 4,5 shunaqa keldi-da. Damage qilgansizlar trailerda deb turib, rasmdan tashlab bersa, yo'q, unaqa emas. Buni mana joydagi rasm chiqmagan deb. Shuni ham yozib ketinglarsa, akalar, kommentariyaga sizlarni ham charge qiladimi? Sizlar ishlamaysizlarmi? Qiziqda bizga faqat. Negativ anaqalar yozib tashlamayman. Katta perimet gapingiz bo'ldim. Katta pauzadan keyin Semafta Trans shu aktivistlar deb aytsak, misol uchun men Brandon, Omar qaytdik katta pauzadan keyin. Xudo xolasa, avval sizlarga podдержкалар kerak bo'ladi. Shunaqa agar o'zimiz O'zbekistonda ishlab yurgan shu logistika sohasi bo'yicha vatandoshlarimizda endi bo'ladi, albatta bilamiz. Dispatching bo'yicha dispatcherlar biladi buni. TQL sizlarni necha pulga charge qilgan, shu kommentariyada qoldirib o'tib ketsanglar, xursand bo'lamiz, albatta aktiv bo'ladi. Rahmat. 90% desam sal xatoyi, bir 60-70% agar carrier mana shu Fredgardga o'xshagan agar portal bo'lsa yozib olsa kerak emas, TQL borki, nimadir qilib turib. Shunaqa. Endi men o'zimda bo'lgan muammolarni ozgina aytsam, shu holiday deb turib, bir ikkita dirarni so'kishishni oldim. Pul topaman deb dirarga telefon qildik, so'k-so'k qo'yib qo'ydi. Holiday men damdaman telefon qilma deb turib, mayli dedik. Yengil shamollangan holatda davom etdik. Insurance endi mana dispatch tomonini ko'rdik, Semaftada nima bo'lgan, insurance renewal nimalarga olib keldi, holiday qanaqa o'tgan. Endi buni yanada batafsil qilib safety tomonidan qaraydigan bo'lsak, Said Umar tushuntirib bersalar. Umar, marhamat. Hop, assalomu alaykum. Ismim Said Umar, logistikada Umar deb tanishadi. 3 yildan beri eksperiyensga egaman. Biz ham update'dan boshlab dispatchgacha ishlaganmiz. Keyin men o'zim sohamni safetyda zo'r deb bildim. Shu paytgacha Semaftoga kirib katta progress qildik. Hop. Endi shu oxirgi 3 haftada bo'lgan o'zgarishlarni aytib bermoqchiman. Masalan, hozir biz 2 hafta range cover qilgan bo'lsak, safety uchun mana shu oxirgi 3 hafta xuddi orqaga katta yuk tushgandek bo'ldi. Aytib o'tganlaridek, eng katta muammo insurance bo'ldi. Renewal. Qiziq faktidan biri, что insurance renewal time Independence Day'ga taqalib qoldi. O'sha insurancelar ham ishlamaydigan payt.
shunaqa ko'p faktlar bittaga sig'ib qoldiki, что bizda driverlar почти ready qolib ketdi. Ko'p driverlar home time qildi, даже 2 week notice berganlar ham bo'ldi. И biz shu narsadan xudoga shukr chiqib ketdik. Birinchi aytib o'tadigan muammo ham bu COI bo'ldi albatta. Buni cho'zilishiga sabab premium narxi juda kattaligi bo'ldi. O'tgan yilga solishtirganda juda ham katta. O'tgan yilga solishtirganda juda ko'p premium berdi, chunki buni sababi driverlarning PTI qilmasligi и ko'p accident chiqib ketganiga. И COI premium qanaqa sanaladi? Driver list olinadi, traklarning soni olinadi, qancha accident qilgan hamma insurancega ko'rinadi bu narsa. O'shanga qarab o'zini formulasini ishlatib premium deb chiqaradi. O'tgan yilga qaraganda juda katta son bo'ldi. И buni narxini kelish uchun biz juda katta vaqt yo'qotdik. Biz bir oy zapas bilan уже boshlaganmiz haydashni insurancega. Даже bir oy oldin boshlaganmiz. Oxirgi bir haftaligini ko'ramiz xolos-da. Lekin buni bir oydan bir qiynalib o'tirgan ekan bechoralar. Hop, asosiy sabab men o'ylayman driverlarni PTI qilmasligi bo'ldi. Hozirgi market biz yaxshi tushunamiz, o'zimiz dispetchdan chiqqanmiz. Driverlar tezroq grossini qilib pulim olsam bo'ldi deydi, и bizani requirement ignore qiladi. Ular uchun bizani safety oddiy so'z bo'lib qolgan. И вообще общий o'ylashadi, что safety ishga keladi, coaching qiladi. O'tirib driverga yozib qo'yib qaytadi. Lekin biz yozamiz, keyin biz uni analitika qilamiz. U uchun responsibility borligini bilmaydi. Yo, o'zi bitta departamentga ichiga kirmaguncha bilmas ekanda. Masalan, hozir umuman logistikaga kirmaganlar ham chetdan qarasa, dispetcheri telefon qildi, bo'ldi, yukka oldi. Oyiga $5000 topdi, bo'ldi, uyiga ketdi deb o'ylaydi. Update'da ham shunaqa o'tiradi, anaqa nima deydi? Masalan, nima deydi, o'zimiz o'zbek driver akalarimiz ham o'ylashadi, updaterlar o'tiradi, o'sha energetikani ichib, YouTube'da muzikasini eshitib driverlar shu. Endi shunaqa updaterlar ham bor, yo'q emas albatta, lekin updaterlarni yaxshi ishlaydigani ham bor. Masalan, doim bunaqa o'tirmaydi. Rekrutingda ham unaqa oson emas ekan, chunki hozir mana siz aytgandek, driverlar pulni olsa bo'ldi deydi-ku. Men telefon qilib gaplashadigan bo'lsa, bolalar ham rekrutingda necha pul topaman degan savolni beradi, necha pul to'laysan degan savolni beradi. Kompaniyani nomi ham qiziq emas. Necha pul beryapti kompaniya ularga, ya'ni eng samimiy qiladigan katta faktor pul. Masalan, menimcha hamma rekruterlarda hozir escrow hamma bo'lsa kerak, driverlar escrow, kameralar, kontraktidan shunaqa narsalar. Omar, hozir gapingiz bo'ldi, davom etaman. Shu muammo bo'ldi. Xo'p, men uchun safety bu risk managementga kiradi. Biz coaching degandan keyin nima qilamiz? Uni behaviorni o'rganib chiqamiz. Bizda driver checklist bor, blacklist bor. Masalan, speedingga violation olgan driver bir oy ichida kontrolga olinadi. Samsara orqali yoki boshqa platforma bo'lishi mumkin, speeding qilinadigan. Biz uni spesialniy programmalar orqali o'rganib chiqamiz. Behaviorni qanaqa haydayapti, nima qiladi? Bizda o'sha mana shu IT rivojlangandan keyin ko'p sharoitlar chiqib keldi. AIlar, platformalar, dashboardlar, what's the probability he will speed next time, shunaqa narsalarga o'xshagan. И bizda ko'p stress bor. Bizda ham stress ko'p. Bizda driverlarni charge qilamiz, company policy bo'yicha violation og'irligiga qarab. Ko'p driverlar shunaqa oxirgi 3 haftada ketaman dedi, shu speeding orqali. Chunki telefon qilib charge bo'lasan degandan keyin. O'zi charge tushuntirish, men update manager bo'lgan ishlaganimda ham, shu operation ishlaganimda ham driverga telefon qilib, "Короче, mana muammoni qilgansan" desa, hech qanaqasiga tan olmasdi-da. Driver faqat spesial telefon qilib, "Mana telefon qilyapti, menajerim bo'lsa, birinchi charjda hal qil. Yuk hold qilaman, yukni olmayman. Yuk to'xtaydi, yukmayman. Yukni ketayotgan bo'lsa, yukni olmayman" deydi. Keyin hal qilsang, keyin sen bilan gaplashamiz. Bo'lmasa даже shu yerda traktor tashlab ketaveraman degan. Eng yomoni mana shu, bo'ldi, traktorni tashlayman, olib ket. Aytmoqchi bo'lganim, bir xil bitta driver so'radi-da, "Men traktorni urib olsam nima bo'ladi? Meni charge qilasizlarmi?" dedi. Endi at fault bo'lsa, "Ha" dedim, ochiq gap aytdim. "Yo'q, unda kelmayman" dedi. Endi u g'alati-da, masalan, bir tarafdan qaraydigan bo'lsa, o'zini faultini tan olmaydigan driverlar ham ko'p. Menimcha bilmadim, endi tan oladiganlar ham bor, lekin tan olmaydigani ham ko'p. Даже
sizda bo'lsa ekan, broker treylerini dok qurib oldi eshigini, eshiklarni ko'tarib bekitib qo'ydi. Treyler ichiga sizdami driver? Yomon o'yi, kameradan tashlagan ham tan olmagan o'zini. CCTVdan tashlab bersa ham. Shunaqa bo'lgan. Xuddi shunaqa. Hozir manimcha driverlarda ham mana shu muammo bizda tan olmasligi. O'zi majbur narsalarga ko'proq stress bersa kerak. Charm tushuntirish, hamma ta'sirda dispetch yuk ololmaydi, rekruter driver olib kelgan bo'lsa ketib qolaman deydi. Xullas, Umar aytib ketgandaqa ozmuncha bir qo'shimcha qilmoqchiman. Misol uchun aytdi, driverlar birarda yuk olishim uchun bir shashalab pityan qilmasdan ketadi. Shuni anaqasida adashmasam bir issue'lar kelib chiqadi. Albatta accident nimadirlar, keyin birinchi bo'lib nimaga ta'sir qiladi? Safety score'ga. Safety score qancha baland bo'lsa, brokerlar yuk berish riski ham shunaqa o'zi bo'ladi. Safetyga bilinadigan joy o'sha biz bir yil mana renewal qilib oldi deylik. Shu bilan keyingi renewalgacha bilinmasa kerak-da, unaqa narsa muammolar. Shu imенно renewalga kelganda accident hamma narsa ko'payib ketgani, shu speedinglar, shu o'ylashimcha haligi o'zi ko'rinadi-yu bari historyda polniy qancha accident bo'lgan, keyin bu yoqda o'zi COI, например, o'zi bu yoqda accident kamroq bo'lsa, COI mi expire bo'lganda ham broker risk qilib, mayli bunda anaqasi accident kam ekan, beraveraman deb o'ylaydi. Lekin misol uchun shu qanaqadir bir faktor ham bo'lib qolishi mumkin. Shuni bo'lib qolgan deb o'ylayman. Accident ko'pligiga brokerlar ham risk qilaman. Bo'ldi, albatta, risk qilgan, o'zimiz ishlab keladigan dedicated brokerlar berdi. Nimaga? Chunki biladi biz har doim chotki servis qilib beramiz. On time. Masalan, mana shu IVda qiynalana oladi. Qiynalana qilganda. Endi dedicated kelmadi-da, ular ham kelmadi. Lekin boshqa bir yuklari bo'ldi, adashmasam, endi short anaqalari ularni berdi. US Mail, endi masalan o'zimiz qilib kelgan, Illinois, Michigan, tam East Coast, Upstate New Yorkdan pastga, Northeastga berishdi. Yo'q emas, lekin shu Plus akalarimizda yaxshi summary bo'ldi. Aytib o'tganlaridek, driverlar PCI bir tiyinga olmaydi. Qo'pollik aytsa shunaqa. И ana Ayub akam aytdilar, safety score'ga ta'sir qiladi, driverlar shuni tushunmaydi. И biz nima qilamiz? Boshqadan tushuntiramiz driverlarga. Violation o'rsang, kompaniya safety score'ga point bo'ladi. Faqat kompaniyaga emas, o'ziga ham point bo'ladi. O'ziga ham violation ko'p deb boshqa joy ham olmaydi. Nechta driver reject qildi masalan shu violation ko'p deb. Da, MVR ga tushadi bu narsa. PSP bilan. Keyin u boshqa kompaniya hire qila olmaydi. Most possible he'll be rejected. Shu narsani ham tushuntiramiz. Bizani taskimiz shu safety score maksimalni yaxshi tarafga ko'tarish. Chunki hozir Highway degan platforma rivojlanyapti, u safety score'ga ham qaraydi, win number'ga ham qaraydi, accident history'sini ham ko'ra oladi. driver tracking bo'yicha Tracking bo'yicha ham narsalari bor. Biz maksimal harakat qilamiz, чтобы o'sha violationlar kamayish uchun accident prevention birinchi o'rinda. Chunki accident O'zi safetyda asosan preventive actionga mana adashmasam shu nimadir muammo bo'lsa, sal preventive qilish kerak. Hozir shu. Bo'ldi, bo'lmasa hammaga rahmat. Bizni videoni ko'rib turganlar, obunachilar, bizni agar ko'rib turgan dispetch akalar, umuman logistikada ishlaydigan akalar bo'lsa, sizlar ham yozinglar o'zingizlar fikringlar kommentariyada, nima kamchilik, nimalar bor. Bu yoqda mana Umarga ham katta rahmat. Hozir qaysidir Claymosda ishlab o'tirganiga olib chiqoldik podkastga. Ayb akam hozir Michigan Redy'larni yopsalar, ikkita driver olib kelishim kerak. Rahmat hammaga akalar. Sog' bo'linglar.